Assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlarmi? Hozir men sizlarga elektrический to'plib oldi ziyonlaridan eng kattasini bittasini ko'rsataman. Eski shaharda xonadonimiz elektrический to'plib ishlatishmoqchi bo'lishgan. Mana oqibati. Elektrический to'plib oldan qisqa tutashuv bo'lgan. Uy egalarini qishlaydigan ikki xona uy polni yonib ketgan. Bu yerdagi uylar turibdi. Mana oqibat. Bu ham odamga ziyon. Elektr energiyasi bilan isitganning hisobiga. Ham ko'ryapsizlar, mana qanaqa oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun yaxshisi kotelda, gazli kotelda, elektrический kotelda ishlaydigan vazirno to'plib pollar qilgani yaxshi. Odamning sog'ligiga ham ziyoni yo'q. Ikkiga bu yoqni ham mana ko'ryapsizlar. Sog' bo'lasizlar.